hamroh bo'lib, men sizlarga baxt tilayman, baxtdan to'lib. Layloxon, ostonangga tosh bo'lib qot, egasi sen, gulday egil, o'shal uyining bekasi sen. El urfini hech qachon sen qilmagin xor, qo'sh beshiklar hech allaga bo'lmasin zor. Yor aytib qizlar seni kuzatarlar, Shuradagam, Hafiza opam duo qilib uzatarlar. Yig'lamagin hech yig'lama, ko'nikasan, taqdir azali shunday ekan. Olchinbekjonni eng yaxshi ko'rgan yori, Marhabo opamni eng yaxshi ko'rgan kelinlarisan. Kelinlarga baxt tilaymiz. Guldiroz, qarsanglar chalamizmi? Ularga baxt tilaymiz. Bugun O'zbekiston Respublikasida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Barcha respublikamizda ustozlarni, murabbiylarni, o'qituvchilarni, pedagoglarni kasb bayramlari bilan tabriklab, sizlardan iltimos qilamiz, guldiroz bir qasida chalib qo'yaylik. Ustoz otang deguruh. Minbardagi baxtli kelinlarimiz Olchinbekjon va Layloxon